Diqqat aholiga xushxabar. O'zbekistonliklar uchun Hayit bayramiga Ramazon Hayit tuhfasi beriladi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, O'zbekistonda Ramazon hayiti 20-mart kuniga to'g'ri keladi. Vazirlikka ko'ra, bayram munosabati bilan quyidagi kunlarda dam olinadi. 20-mart juma Ramazon hayiti kuni barcha uchun dam olish kuni bo'ladi. 21-mart shanba Navro'z bayrami kuni barcha uchun dam olish kuni bo'ladi. 22-mart yakshanba dam olish kuni, 23-mart dushanba 5 kunlik ish haftasidagi xodimlar uchun dam olish kuni, 6 kunlik ish haftasidagi xodimlar uchun ish kuni hisoblanadi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabarlarimiz keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.